Assalomu alaykum. Oldingi darslarda biz o'yinlaylash uchun Canvas ishlatishni sinab qilib baqdik. Normalda bu o'yinlar o'yin motorlarini ishlatish orqali qilinadi. O'yin motorlari o'yinga kerakli bo'lgan har xil harakatlar, ovoz va boshqa kontrol yo'llarini qulaylashtirib berganlik uchun bu o'yin motorlarini ishlatgan chog'da o'yinlaylashda ham osonlashadi. Şuna bugungi darsimizda biz o'yin motori bo'lgan libgdx ni ishlatish orqali o'yinlar bilan tanishib chiqamiz. Bu libgdx Android Studio'da ishlatilgan qural bo'lganligi uchun biz buni sinab qilamiz. Bu o'yinlar uchun libgdx degan bu tor bekatni ochgandan keyin get startni bosamiz. Ondan set up a project deganni bossak, bu yerda 4 konuk ko'rindi. 4 konukning ikkinchisida generate a project shakllantirish deganda bu yerda project setup tool deb bir narsa tushiradigan bir ulanma bor. Buni bossanglar bir dona Java jar widgeti kompyuterga tushdi. Men buni tushirib bo'ldim. Bu widget tushgandan keyin sizlar buni ijro qilsanglar Mac'da bexatarlik eskirtmasi berishi mumkin. Bu yerdagi bu bexatarlik tanishkidan qulupni ochgandan keyin bu yerda qulupni ochgandan keyin ruxsat qilish deganni besib normal eshiladi. Windowsda ijro qilish yo'q qo'yamsa deb eskirtma chiqishi mumkin. Desanglar bo'ldi. Ondan buni biz qo'zg'atib bo'lgandan keyin bundaq bir ko'znak ko'rindi libgdx deb. Bu ko'znakning ichida birsi projektga ism qo'ydigan bir yer chiqdi. Bu ism qo'ydigan yerga biz bu o'yinni tanga yig'digan o'yinni sayib boqamiz. Shuni tanga deb qo'yaylik. Ondan bu yerga Android Studio'ning ichida sizlar packaging ismi qanday bo'lishini xohlasanglar, shundaq ism qo'ysanglar bo'ldi. Men buni bu yerlarda ism qo'ydim. Ondan game class degan narsa hamda farqlantirishni oson bo'lish uchun buni shu projektning ismi bilan o'xshash qo'yaylik. Bu destination degan narsa sizlar qaysi mundarjini yazsanglar shu yerga shakllantirib turadi Android Studio'ning hujjatlarini. Biz buni mush bitib qo'yaveraylik. Mushu ustal yuziga shakllantirsin. Ondan Android SDK deganni SDK mundarjasini tepish uchun biz burunmi sinagan bu ishni SDK ni tepish uchun biz Android'dan qolgan bir projektni ochib qo'zg'alib bo'lgandan keyin tools deganning ichida SDK manager deb tizimlik SDK manager degan tizimlikni cheksak bu yerda SDK ning mundarjasi chiqadi. Ondan sizlar shu chiqqan mundarjini ko'chirib olgandan keyin bu yerdagi SDK degan mundarjaga uni choplab yotsanglar. Ondan keyin bu libgdx bu iOS uchun, HTML uchun, desktop hamma muhitlar uchun o'yin projekt orqali qilib beraylik. Biz hozir Android sinaydiganligimiz uchun qolganlarini elib o'tib, o'sha Android deganni saqlab qolaylik. Buni saqlab qolgandan keyin biz generate degan knopkani bossak, bir eskirtma chiqadi. Yes deganni bosdik, ya'ni yes dedik. Birdan saqlasak bu ustal yuziga bunday test deb bir mundarja paydo bo'ldi. Bu shakllanib bo'lgandan keyin qarasanglar Eclipse'da shunda qilib IntelliJ'da shunda qilgandek eskirtmalar paydo bo'ldi. Demak bu bizga kerakli narsani shakllantirib bo'ldi. Hamda taqib etsak bo'ldi. Taqib etib bo'lgandan keyin biz Android Studio'da bu yerdan ochgan projektni taqib etdik. Android Studio'ning HTML yerdan shu ustal yuzini ko'rsatib, ustal yuzdagi test degan mundarjani assaq bizga hozir shakllantirib bergan tanga degan projekt ochiladi. Hamda bu o'yinga kerakli muhitning hammani o'zi qurib, kodlarni shakllantirib qilib berdi bizga. Android deganning ichida qarasanglar buning kodi Java kod yoziliq.
Andan ma kod degan qarasanlarmi? Kod deganning ichida tenga deb ma'vo. Asosli bizningki kod yozadigan yerimiz mushu. Bu yerga bir tal klassdan biz quruqliq. Endi bu klass Java'da quruqliq. O'yin motorining ma Kotlin nusxasi hozir. Kotlinni shakllantirgan narsa sinaq nusxada ekan. Shunga biz yana Java nusxasini sinaymiz. Biz o'rgangan Kotlin bilimlarimiz asosida Javaga masalan moslashib ketalaymiz. Hamda project qanday bir narsa biz bir ijro qilib boqayli. Bizga shakllantirib bergan narsa nima ekan? Hozir bu project qo'zg'aldi. Qarasak, bu bir tal qizil ekranning ichida bir tal qo'nchoq bor. Bu holatla qo'zg'aladi. Bu normalda mındaq yan ekran uchun laylangan narsa. Biz buni tuz ekran qilmoqchi bo'lsak, shu Android Studio'ningki manifest widgetini yechib, manifest deganning ichida screen orientation deb bu landscape degan ekranni ko'rintirib ko'rsatgan narsa. Buni portrait degan o'zgartirsanglar ekran tikolat chiqadi. Buni o'zgartirib etdim. Endi qayta ijro qilib boqay. Endi qarasanlar ekranning yo'linishi hozir o'zgardi. Bu o'yin hozir tikolatli ekranga moslashadigan bo'lib chiqdi. Bugungi o'yin uchun kerakli 5 tane resim bor. 5 resim bor. Bu resimni men sizlarga yo'llab beraman. Bu 5 resimni biz ko'chirib shu Android Studio'ningki asset degan modellisiga kirib etsak bo'ldi. Shu projectningki asset degan modellisiga. Qarasanlar asset degan quruqliq. Buning ichida boyatinqi maqonchoq bor. Buni shu boyaga biz open in degan tanlab Windows Explorer deb chiqadi. Explorer deganning ichiga 5 ta hujjatni kirib etsanglar bo'ldi. 5 ta hujjatni kirib etgandan keyin hamda biz bu kerakli resimlarni kirib bo'ldik. Buning ichida biz shakllantirib qo'ygan kodlarni buning ichida shu 3 funksiyaning ichidagi batch dispose degan narsani olib qo'yib, bu yerda batch izolaydigan narsani olib qo'yib, ustida batch qilib qasib bo'ldi. Qolgan narsani yuvdimiz. Qolgan narsani yuvayotgandan keyin endi biz kirgan 5 parcha resimning bir parchasi oq ko'rinish resmi. Bu oq ko'rinish resmini biz boyatinqi qizil ekranning o'rniga oq ko'rinishni chiqarish uchun avval kodimizga oq ko'rinish qaytishni sinab boqayli. Oq ko'rinish uchun biz endi bu oq ko'rinish resimlar bu o'yin muhitida texture deb bu tipda bo'ladi. Texture deb biz buni oq ko'rinish background deb bir o'zgartirish solib olaylik. Kotlinning X'cha Java'da avval tipi, anadan keyin o'zgaruvchi nomi yoziladi. Kotlin yozgan bo'lsak background deb, var background deb keyin tarafga qo'shib qo'yib, bu texture deb yozatdik. Shunga tartibni almashtirganmiz deb bilsanglar bo'ldi. Hozir texture tiplik tipi texture bo'lgan bir backgroundga o'zgarishni oldik. Endi bu backgroundga o'zgaruvchini biz bu create deganning ichida buning qiymatini berib olaylik. Background deganning qiymati new texture deb Java'da yangi bir obyekt qurmoqchi bo'lsanglar, oldiga new deb qo'y boshqa so'z keldi. Normalda Kotlinda buni qo'ymaydik. Farqi shunchalik. Endi texture deganning ichiga biz ash resimning nomini qo'ysak bo'ldi. Oq ko'rinish resimimizning ismi bgpng. Endi render deganning ichiga avval batch begin deb oxirida batch end bilan oxirida bu ikkisining orasiga biz kodlarimizni yozsak bo'ldi. Shuni biz oq ko'rinish qistirish uchun bu yerga batch yana shu nimaga biz oldingi darslarda canvasga bir narsa sig'inmizdek, buni draw degan buyruqni beramiz. Draw degandan keyin endi buningga biz nimani sizimiz, backgroundni sizimiz. Ondan
Bunun şu x, y koordinatlarını bu 0'dan başlandı. Anadan keyin qayerda oxirlashadi desek, ekranning kengligini elish uchun GDX graphics tab, GDX graphics tab. Bunu get width deganni olsak, ekranninki kengligini olaymiz. O'xshash funksiyada get height deganni olsak, biz kenglikni olaymiz. Bunun bilan biz bu oq ko'rinishni sizdig'ashni tugatib qoldik. Endi ko'rib boqaylik. Bizning o'yindanki oq ko'rinish sizilib bo'ldi. Oq ko'rinishni sizib bo'lgandan keyin endi biz oq ko'rinishning ustiga qo'nchiqimizni yerlashtirib boqaylik. Qo'nchiqni yerlashtirish uchun biz yana texture deb buningga masalan men deb isim qo'yaylik, odam deb. Bu odam deganni o'xshashla biz bu yerda qimmat bersak bo'ldi. O'xshash usulda texture deb buningga biz shu 4 resimninki birinchisini beraylik, frame 1 deganni berdik. Qimmatni berib bo'lgandan keyin endi buni yana Joe deb sizsaq bo'ldi. Bu yerga menni berdik. Andan keyin o'rinni belgilashda qaysi o'ringa sizimiz? Buni ekranning o'tirig'i sizish uchun biz bu kenglik, bu kenglikdan kenglikni 2ga bo'lsak o'tirisi chiqadi. Andan keyin odamning kengligini 2ga bo'lib o'tib elib etsak, qap o'tirig'i keladi. O'xshash usul bo'yicha biz bunun y nokta koordinatını belirleş için get width deganni faqat get height degan götüb qo'ysak, ekranning o'tirig'iga ekilalaymiz. Endi ko'rib boqaylik. Biz makiniga PNG degan gapni bermoqdik, shunga resimni olmoqdik. Endi oq ko'rinish bilan qo'nchoq chiqdi. Bo'sh qism chiqarib bo'lgandan keyin endi biz qo'nchoqninki qarasanglar 1 2 3 4 resim bor. Bu 4 resimni oxiridan bersak, bu harakat qilgan bo'ladi. Endi harakat qildirib boqaylik biz. Mengvatqa harakatni chiqarish uchun biz ma'ni arrayga o'zgartimiz. Java'da array qilish uchun buning keyiniga bundaq array belgisi qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi bu holatni qo'yib bo'lgandan keyin endi biz ma'ni qurgan vaqtimizda qanday quramiz desanglar, buningga shu 1 2 3 4 ni qurib, 4 ni arrayga berish to'g'ri keladi. Shunga biz davriylik orqali quraylik buni. Davriylikni masalan for cümlesi işlersek buldu. For cümlesi int tiplik aynan desleplik kıymeti 1 ayninki keyinki kıymeti 5'ten kichik bo'lgan chaqda aynan kıymeti 1'den eşit mansib bo'ladi. Endi buning ichiga men deganning o'rniga bu array bo'lganligi uchun i-1 desek 0'dan tortib qimmat oladi. Buning qimmati endi bu nomerning o'rniga biz nimani qo'yamiz? O yerdagi aynan qimmatini qo'shib bersak bo'ldi. Java'da o'zi avtomatik buni string aylantirdi. Shunga i to string degan gapni qo'shmasak ham bo'ldi. Endi bu to'rttal qo'nchoqning resimini arrayning ichiga bu yerda qo'shib qo'ygan bo'ldi. Qo'shib qo'ygandan keyin endi bu to'rttal qo'nchoqni biz bu yerda ko'rish uchun bu render degan narsa xuddi bizning oldingi darslarimizda Joe degan avtomatik
yengillenip turgandek, bu render deganmi to'xtamay yengillenip turdi. Unda bo'lgandan biz bu yerda bir numerni, ya'ni qo'nchoqning numerini mushu 1 bilan 4 ning orasida almashib turadigan qilsak, masalan, int deb qo'nchoqning numerini biz no deb beraylik. Numeri dastlabda 1 dan boshlansa, endi render degan vaqtda bu dastlabda shu no qancha nomer bo'lsa, o nomerni besib etsa, nomerni bir qatim chiqarib etsa, ondan bu biz bulanamiz array bo'lgan ekan, buning ichiga no degan narsani qaytib qo'ysak bo'ldi. Bu holatda buni sizishni tamomlab bo'ldik. Har bir qatim sizib bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Biz no ning qimmatiga 1 ni qaytib bersak bo'ldi. Qo'shimiz 1 yoki no plus plus deb qo'ysak bo'ldi. Bu shaklda no ning qimmatini 1 ni oshiramiz. Endi agar no ning qimmati 4 dan cho'ng bo'lib ketsa, no ning qimmatini qayta 1 ga qaytarsak bo'ldi. Bu holatda bu 1 dan 4 qimmat oladi. Ama array bo'lganlik uchun biz buni 1 ni elib etmasak, 1 dan boshlanib qolsa, xatolik yuz beradi. Array 0 dan boshlanganlik uchun. Şoň bilen -1 diýip etdik. Manama oňşaşla -1 diýip etsek. Endi ijra kılsak, frame 1 png'ni alamyk diýdi. Frame diýenden keyin syzyk barkendik, syzykny öçüritip gopdymy? Endi garaýly. Bu array'ni işletişden burun biz uzunluğunu bir yetişmesi doğru keldi. Şunun için man diýeniň özü new dep texture 4 desek, bu 4 elementi var. Bir array şekillendirip durdu. Anladın ki biz bu yerde kıymetini versek buldu. Yani qarasaňlar, bu ak görünüş bilen bu qoňçak çykdy. Qoňçaknyň hazır putlary hareketlendiren, jügürdigen boldy. Endi bu qoňçaknyň putlary hazır qarasaňlar bek tiz hareketlenip ketip bardy. Näme kılsaňlar, bu normalda oýan muhitida 1 sekundda 64 qatim ýyňlandy. 64 qatim ýyňlangandan keyin kademler hazır bizninki 4 süretimiz var. 4 süret şu 64'te 1 sekundda almaşganlyk üçin bu naýaty tez hareket qılıp ketip bardy. Bu hareketni biraz asyltyş üçin bu ýerde toxtaş dep özgerişden birini kurup bunu dastlap qymmatyny 0 kılaýly. 0 kılgandan keyin ondan eger toxtaş diýeniň qymmaty 10 dan kiçik bolsa, bununki qymmatyny 1 dan aşyryp maňadygan. Andan keyin eger 10 bolup qalsa, o çağda pause diýeniň qymmatyny 0 ga gaýtyryp, andan keyin bu bizninki qymmat artdyrdygan işimizni kıldygan qyp goýsak, bu äslidikiden 10 esse aslaydy kademe. Endi qarap bakaýly. Endi qarasaňlar, hareket görnärlik aslady. Endi bunu asıltıp bolgandan keyin biz bu ekranny bassa, bunu sekraydan qyp bakaýly. Unda qiliş üçin qarasaňlar, biz bunyň bu ýerde vertikal orny, ýani y-ny hazır ekranyň oturysy kıldyk. Ekranyň oturysy kılmış qymmatynyň özüne biz şundak biz ekrana çekýän wagtymyzda özgerden qılsak boldy. Özgerden qiliş üçin biz üst tarapda ýene bu adamnyň ornyny belgileş üçin
men y dep buni dastlabdan 0 degan qimmatni berayli. 0 degan qimmatni berish bilan birga o'yin programmalarida yig'irlik kuchi, buni gravity deymiz. Yig'irlik kuchi deb bir qimmat, masalan buni 0.2 deb berayli dastlabda. İkinci birisi, bu o'yin programmalarida birisi yig'irlik, yana yig'irlik kuchi, yana birisi tezlik degan narsa ko'p ishlatildi. Velocity degan narsa tezlik deb bilsanglar bo'ldi. Buni dastlabki tezlikni 0 deb qo'yaylik biz. Bu ishga o'zgarishni solib oldik. Endi ekranga chekkanda degan narsani bu GDX bir taraf qilishda GDX import debla buniki just touched, ya'ni ekranga chekilsa degan narsani Muşuna şiirlam kod yazsak, ekranga çekilsin demiş qilishni belgili bo'ldi. Ekranga çekilse biz bu tezlikka degan narsani -10 qilaylik. -10 degan biz bu 10 desek bu past tushadi. -10 desek ustiga qarata harakat qilamiz. Shunga bu x yo'nalishgan deb bilsanglar bo'ldi. -10 deb bekitib bo'lgandan keyin biz bu qo'nchoqni normalda bunda egizib turgan vaqtda past tushib ketadigan qilmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz desanglar, bu tezlik degan o'zgarguvchini bu şekilde yig'irlik kuchining ta'siriga uchrab turadigan qilamiz. Anadan keyin bu odamning o'rnini biz shu tezlikning miqdoriga asosan kengayib ma'nodan qilib qo'yamiz. Bu şekilde qilgandan keyin endi bu y ning qimmatining o'rniga biz ekranning o'tiri deganning o'rniga shu men y deganni bersak, bu endi qo'nchoq past tushib ketadigan bo'ladi. Endi bir masala, bu past tushib ketsa, 0 dan kichik ketsa qo'nchoq ko'rinmay qoladi. Shuning uchun biz bu qo'nchoqningki tik yo'nalishdagi qimmati agar 0 dan kichik yoki teng bo'lib qolsa, shu bu qimmatni 0 qilib saqlab qolgan qilsak, bu shu yagda degandan keyin turadigan bo'ladi. Endi unini ko'rib boqaylik. Endi qarasanglar qo'nchoq past turdi. Biz mana bossak, ekran çeksek, bu to'xtamay ustiga o'rlaydi. Qo'yib bersak, pastga yig'irlik kuchining ta'sirida tushib ketadi. Agar sizlar shu buning tushish sur'atini tez yoki asta qilmoqchi bo'lsanglar, hamshada gravity deganni o'zgartsanglar. Masalan, gravityni 0.2 dan 0.1 ga qilib qo'ydim. Shunda qilsanglar, bu texnik asta tushadigan bo'ladi. Shu o qimmatni o'zingizning xohlagancha o'zgartsanglar bo'ldi. Qo'yib bersak, hozir bu laylab asta tushadigan bo'ldi hozir. Bu endi bizning birinchi darsda amalga oshirgan. Birinchi darsda biz bu shunchalik iqtidorlarni amalga oshiraylik. Qolganini keyingi darslarda so'zlaymiz. Darsni Allohga rahmat, Allohga omonat.